Assalomu alaykum akalar, yaxshi keldinglarmi xormanglar? Bu kanser yo'q qo'ysilar, bitta ko'chada mehmonlar kelyapti. Qani e'tibor, hurmat qani? Siz ustasizlar o'sha buzilganlik uchun tuzatchiga chaqirdik sizlarni. Artel emasmi kanser edingiz? Ne unaqa deyapsiz? Artel bo'lgan bizilmas edi. Mas yo'q. Mehmon kutish yomon ko'rasizlarmi deyman? Nega unaqa deyapsiz? Stolga hech kim yemaydigan shikolatlar bilan qorayib ketgan bananlarni qo'yib qo'yibsizlar-da. Ketdi ish qilinglar. Azim, ne biz o'zi kasb uchun kiyib olganmiz? Ha, bizdan sezuvni. U ham mayli. Kechagi 18 talik konditsioner bor-ku, shuni mashinamga o'rnatib oldim. Nimaga? Mashinam konditsioner yaxshi ishlamayapti-yu. Hozir Sibirda yurganda yuribman. Va, besh. Hey, qo'limni ushlab tur, to'g'rilab oling. Qo'yib yuboring faqat. Voy, jon! Kim? Men kanser tuzatadigan bo'laman. Kanserchilar shu dedi-yu. Men tepadan pastga tushib ketdim hozir. Yoningizdagi it shotdami? Mane tot aka. O'shani tez pastga tushirib oling. So'rab olishim kerak, tez. San men yo'q hozir. Olyapman.